Qarala qo'yim qovchini yo Ko'rdilaringmi ovchini yo Tuyalarding o'rkachida yo Cho'pona jigit ko'chini yo Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Mana bugun sizlarni maktablaringga kelib, nechinchi maktab? 8-maktab Qiziriq tumanida, to'g'rimi? Nechinchi sinfda o'qiymiz? 6-sinfda o'qiymiz. O'qishlar zo'rmi? Zo'r. Bolalar, mana bugun sizlarni sinflaringga kelib mahorat darsi o'tmoqchimiz. Mahorat darsi u qanday dars? Mahorat darsi. Biz sizlarga mana shu dars davomida bizni ota-bobomizdan urf-odat bo'lib qolgan, qadriyatlarimizga tegishli bo'lgan maqollar, allalar, topishmoqlar, qolaversa qiziqarli o'sha urf-odatimizga, qadriyatimizga tegishli bo'lgan mavzular haqida gaplashamiz. Asosan birinchi boshlaydigan mavzuyimiz allalar haqida. Allalarni hammani onasi alla aytadimi? Yosh ukalaring bo'lsa, onalarimiz alla aytadimi? Eshitamizmi? Qani allani biladiganlar qo'l ko'tarsinchi. Allani eshitganlar qo'l ko'tarayapti. Hamma allani eshitgan-a? To'g'rimi? Demak, onalarimiz o'sha alla qanday qo'shiq? Qo'shiq emas, o'sha onamizni, onajonlarimizni yuragidan chiqayotgan o'sha niyatlari, mana buni biz niyat qo'shiqlar ham deymiz yoki bo'lmasa o'sha endi umuman aytganda o'sha niyatga ko'proq yaqinroq o'sha istaklar, o'sha orzular, o'shanday allani masalan onajonlarimiz qo'shiq ijro etsa, u o'zlarini dardlarini yoki bo'lmasa o'zlarini istaklarini, o'zlarini orzularini ifoda qilib, demak sizlarga kuylab beradi, to'g'rimi? Allayo deb eshitganmizlar, onalarimiz alla aytgan, to'g'rimi? Yo'q. Qarang, endi bolalar bizda mana shu Surxondaryo, Qashqadaryo, mana shu O'zbekistonimizda janubiy hududlarida hozirgacha saqlanib keladi. Otalarimiz, bobolarimiz ham alla aytishadi. Bobolarimiz alla aytishadi, otalarimiz alla aytishadi. Masalan biz men masalan bolalarimga o'sha ota-bobomiz qilgan urf-odatlar, o'sha qo'shiqlarning go'zalligi tufayli alla aytganmiz, otalar allasini. Biz hozir sizlar bilan otalar allasi haqida gaplashamiz. Otalar allasi qanday alla? Otalar onalarimizday allo deb qo'shiq aytishmaydi ular. Ularni o'zlarini boshqa masalan choldi-ruldi deb aytish mumkin yoki bo'lmasa yu deb aytish mumkin. Shuning uchun hozir men sizlarga otalar allasi qanday aytilgan sizlarga tushuntirib beraman. Qaranglar. Otalarimiz bolalarni beshikda yotgan joyida aytmagan otalarimiz bolalarni. Otalarimiz o'sha onalari yechib olgandan keyin bolani qo'liga berib, otalarini yoki bobolarini qo'liga bergandan keyin tizzalariga olib,
aytishgan. Balki o'sha yana bolakay yig'lab qolib yoki bir narsa bo'lib turgan bo'lsa, uni tinchitishga harakat qilib, o'zlari o'sha bobolarimiz xirgoyi qilib qo'shiq aytishgan. Qanday aytishgan qo'shiqni otalar allasi. Çoldurul durul 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 Rüyayı talkan tüy kasada su etindir cu birga aytamiz. Men aytaman, sizlar qayta qarang. Rüyayı ketdik. Rüyayı talkan tüy ketdik. Talkan tüy kasada su ketdik. Kasada su betingde cu ketdik. Betingde cu Rüyayı ketdik. Rüyayı endi qarang. Qorala qo'yim qovchalaye rüya rüyayı ko'rdilaring man ovchalaye rüya rüyayı Tuyalarning o'rkachidaya rüya rüyayı Chopana jigit ko'chiniga rüya rüyayı Tuyalarning o'rkachida cho'pon jigit ko'chini o'sha bolaga bildirilayotgan istaklar bo'lyapti-da bu. Uni aytib ketavergan, men kuplet aytib ketavergan, qarang. Aytilmagan dostonim rüya rüyayı yurtim bog'i bo'stonim rüya rüyayı Rüyalar aytay o'tamay rüya Sodiqlar bo'lsin vatanga rüya rüyayı Endi birgalikda aytamiz, qarang. Rüyayı men aytaman, qaytaram, qarang. Rüyayı ketdik. Rüyayı talkan tüy ketdik. Talkan tüy kasada su ketdik. Kasada su betingde cu rüyayı tushunarlimi bolalar? Menga masalan mana shu allalar haqida yoki bo'lmasa mana shu o'tgan mahorat darsimiz haqida kimda qanday savollar bor? Savollar bormi? Demak, bo'lmasa bolalarim, sizlar bilan men bugun darsni tugatamiz, mahorat darsini. Demak, biz qaysidir ma'noda mana shu allalarimizni, ota-bobomiz aytgan allalarni esga oldik, to'g'rimi? Xursandmisizlar sizlar ham? Men xursandman sizlar bilan mana shunday tanishib, mana shunday darsni. Bo'lmasa bugungi darsimiz tugadi. Sizlarning e'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat.